Muhabbatdan muhabbat bo'lur paydo, muhabbatsiz kishidan qoch Huvaydo. Ushbu qalbga yaqin misralar muallifi 18-asrda yashab o'tgan Xo'janazar Huvaydo. Siz ko'rib turgan mana bu majmua esa Huvaydo ziyoratgohi. Farg'ona tarixi haqida so'zlaymiz loyihasida majmua tarixi va ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Xo'janazar Huvaydoning boy ma'naviy merosi, go'zal she'riyati va rohati dil asari bugungi kungacha o'z qadrini yo'qotmagan. Xo'janazar Huvaydo 1704-yilda tug'ilgan bo'lib, umrining asosiy qismini hozirgi Farg'ona tumani hududidagi Chimyonda o'tkazgan. U nafaqat iste'dodli shoir, balki ma'rifatparvar ustoz sifatida ham tanilgan. Madrasalarda tahsil olgan Huvaydo keyinchalik o'zi ham shogirdlar tarbiyalab, sufiylik g'oyalarini keng targ'ib etgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, u 1780-yilda vafot etgan. Shundan so'ng uning qabri ustida maqbara barpo etilgan va bu joy asta-sekin ziyoratgohga aylangan. Chimyon qishlog'ida joylashgan Huvaydo ziyorat majmuasi bugun viloyatning eng muhim ziyorat va turizm maskanlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bunday ziyorat maskanlari xalqimizning milliy o'zligini anglash, boy ma'naviy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.